Mahalla vatan ichra mo'jaz vatan. U uzoq o'tmish, bugun va kelajakni bir nuqtaga jamlagan maskan. Bu xalqqa hayot davomiyligi asosini ta'minlab kelgan. Ming yillar davomida unda o'zligimiz, qadriyatlarimiz, an'ana va urf-odatlarimiz shu qadar chuqur va keng ildiz otganki, uning taraqqiyot bosqichi barchani hayratga solishda davom etmoqda. Bugun tom ma'noda yurtimizda ushbu tuzilmaga e'tibor yanada ortdi. Avvalo, imkoniyatlar ko'lami kengaydi. Har bir fuqaro bilan alohida ishlash uchun yetarli darajada imkoniyat va imtiyozlar taqdim qilindi. Eng asosiysi esa mahalla tizimi xodimlari kunining alohida belgilanishi sohaga e'tiborning yorqin namunasi bo'ldi deyish mumkin. Bu jihatlar bugun har bir mahalla xodimini yanada ko'proq ishlashga, o'z hududida aholi farovonligini ta'minlashga da'vat etmoqda. Buni Shofirkon tumanining Mazlaxon Chandir yig'inida bo'lgan kishi yana bir karra his qiladi. Hurmatli prezidentimiz mahalla tizimiga katta e'tibor qaratib, 22-martda mahalla xodimlari kuni deb belgilaganlari bejizdan emas. Mahallamizda 5000 ga yaqin odam istiqomat qiladi. Bularning har bittasi bilan manzilli dastur asosida ish olib borib, mahallamizni yana ravon qilib boryapmiz. Mahalla insonni jamiyat bilan uyg'un yashashga o'rgatadigan, o'zaro mehr-oqibat, bag'rikenglik, do'stlik, hamkorlik rishtalarini qaror toptirishga, inson kamoloti va jamiyat rivojini ta'minlashga xizmat qiladigan muhim vosita sifatida o'z ahamiyatini asrlar davomida sayqal toptirib kelgan. Bugun ham ushbu an'analarning bardavom bo'lishi hududlar rivojida muhim ahamiyat kasb etyapti. Asosiysi, bu bilan qadriyatlarimizni yanada sayqal toptirish imkoniyatlari kengaymoqda. Mazlaxon Chandirda ham bugun qadim hunar turlariga e'tibor oilalar farovonligida muhim o'rin tutyapti. Mazlaxon mahalla fuqarolar yig'inida xotin-qizlarni ko'pincha biza tikish bichish bo'yicha, pattozlik bo'yicha bepul kasb hunarini o'rganishini biza ta'minlab berganmiz. Biltir ayollar daftariga xotin-qizlarimizdan 122 nafar ayollarimiz kiritilgan, 68 tasi ishga joylashtirdik. Ishlab chiqarish, keyin sanoat qurilish bo'yicha driverimiz. Hozirgi kunda xotin-qizlarimiz uyda o'tirib ham kashta tikib daromadlarni oshirib kelmoqda. Eng muhim narsa bu yerda momolarimiz, ajdodlarimizni urf-odatlarini saqlab qolish. Xotin-qizlarimizga juda ham imkoniyatlar katta. 14 ta xotin-qizlarning tavsiyanomasi bilan grantlar bilan o'qishlarga kirdi. Shukur deymiz, ana shu farovon zamonda yashayapmiz. Chindanda bugun qaysi mahallada bo'lmang katta o'zgarishlar ustidan chiqasiz. Birgina ayollarni ish bilan ta'minlash, ularning oilasiga farovonlik olib kirish yo'nalishi bugun minglab, millionlab xonadonlarga fayz ulashmoqda. Mazlaxon Chandir hududida 3 yildan buyon tadbirkorlik bilan shug'ullanamiz. Mana mahalla hokim yordamchilari, mahalla xotin-qizlar faollari yordamida men ham uyda oddiy tikuvchi edim. Mana shular yordamida shera mahallada tadbirkorlik markazi ochildi va shera ayollarimizga bepul hunar o'rgatyapmiz. Ishsiz ayollar hunar o'rganib, o'zlarini mustaqil daromadlariga ega bo'ldilar. Paddozlik bo'yicha biz hunar o'rgatamiz. Shofirkonimizni kashtachilik an'anasini yanada bardavom bo'lishiga o'z hissamizni qo'shib kelyapmiz. Nogironligi bo'lgan ayollarni hunarni o'rgatib, ularni ish bilan band qildik. Mono markazimizning o'quvi bor. 15 ta ayolni hozir bepul hunar o'rgatyapmiz yana. Avvalambor prezidentimizga rahmat. Biz oddiy qishloq ayollari uchun ham shunchalik bir imkoniyatlar yaratib berganlari uchun. Mana shu imkoniyatlardan unumli foydalanib, ishsiz ayollarni ish bilan band qilib, o'zlarini tadbirkorliklariga ega bo'ladi. Aholi bandligini ta'minlash. Bunda avvalo driver sohalar rivojiga qaratilgan e'tibor aholi daromadlarini oshirishda muhim ahamiyat kasb etyapti. Qolaversa, mahallalarda ishlab chiqarish, sanoat, servis va xizmatlar sohasi taraqqiy etmoqdaki, bular ham iqtisodiy ko'rsatkichlar yaxshilanishi uchun yo'l ochmoqda. Shundan kelib chiqib aytadigan bo'lsak, Mazlaxon Chandir bugun aholi bandligini ta'minlash borasida ham viloyatda namunali mahallaga aylanib boryapti. Davlatimiz rahbari prezidentimizga katta rahmat aytmoqchiman. O'z hokim yordamchilariga bir qator yengilliklar yaratib berganlarga mahallamizda 60 ga yaqin yirik tadbirkorlik subyektlari 150 nafardan ziyod o'zini o'zi band qilgan fuqarolarimiz uy sharoitida tadbirkorlik faoliyatini amalga oshirib kelmoqda. 2025-yil mobaynida kambag'al oilamiz 207% edi. 2026-yilga kelib 107% ga tushirishga muvaffaq bo'ldik. 2026-yil oxiriga kelib Mazlaxon Chandir mahallamizda butunlay kambag'allikdan xoli hududga aylantirish rejalarimiz bor. 4-7% ishsizlik darajamiz
edi. 2026-yil oxiriga kelib ishsizlikdan xoli hududga aylantirishga rejalashtirganmiz. 45 nafar oilaga kredit asosida issiqxona tashkil qilib berdik. Kompleks tadbirkorlik subyekti tashkil qilganmiz. Kashtachilik yo'nalishida, metallni qayta ishlash yo'nalishiga, mebelchilik yo'nalishlarida faoliyatni yo'lga qo'yganmiz. Yoshlarning g'oya va tashabbuslarini qo'llab-quvvatlashga qaratilgan e'tibor samarasi. Bugun ertamiz egalarining bo'sh vaqtini mazmunli o'tkazish, ularning sport bilan muntazam shug'ullanishlari uchun ham imkoniyatlarni oshirish Shofirkonning chekka mahallasidan jahon arenalarini zabt etayotgan yoshlar safini kengaytirdi. 2 karra Osiyo, 2 karra jahon chempionati, ko'plab O'zbekiston chempionatlari g'olibiman. Hozirda bizga shu qishloqda tashkil etilgan sport turimizda juda ko'p shart-sharoitlar yaratib berilmoqda. Bu samarali yordamlari uchun prezidentimizga katta rahmat. Kelgusida bundan ham zo'r natijalarga erishishni niyat qilganmiz. Bugun chindanda yangi O'zbekiston mahallalarining tashqi manzarasi ham, ichki shakl shamoili, odamlar dunyoqarashi ham tubdan o'zgardi. Mahalla yettiligining ko'magi esa aholining ijtimoiy va iqtisodiy ahvoli yaxshilanishiga munosib ulush bo'lib qo'shilmoqda. Hozirda Mazlahon Chandirda kam ta'minlangan oilalar farzandlarining zamonaviy kasblarga o'qitilishi erta uchun qo'yilayotgan muhim poydevor deyish mumkin. Bugun mahallada odamlarning yashash sharoiti zamonaviylashdi. Bir paytlar tasavvurga ham sig'maydigan ko'plab yangiliklar ro'y berdi. Hududlarning infratuzilmasi yaxshilandi. Zamonaviy inshootlar, ijtimoiy soha obyektlari qad rostladi. Kommunal sohalardagi muammolar yechim topdi. Bu ham mahalla xodimlarining xalq ishonchini qozonishida muhim o'rinni egallayapti. Mahallamizda mana keng ko'lamli ishlar amalga oshirilyapti. Xavfsiz hududga aylandi. 24/7 850 metr balandlikda ishlayotgan svetlar tungi yorug'liklar qo'yildi. Shu vaqtgacha open budjetda 4 ta loyiha yutib olib, 13 kilometr asfaltlashtirish, ichki yo'llarni asfaltlashtirish qildik. Mahallamizda inoqlik, hamjihatlik, bir yoqadan bosh chiqarib, 100% asfaltlashtirib, xalq bilan birdamlikda olib boryapmiz. Mana shu ishlarni hammasini. Odamlarda bo'lar ekan-ku degan minnatdorlik hissi uyg'onishida, ularning ertangi kunga bo'lgan ishonchi yanada ortishida mahalladagi islohotlar muhim asos bo'lmoqda. Bunday o'zgarishlar sabab odamlar hayotiga fayz kirmoqda, aholi daromadi oshyapti, yoshlar katta yutuqlarga erishmoqda. Ehtiyojmand qatlam davlatning e'tiborini yurakdan his qilmoqda. Eng muhimi, yurtdoshlarimiz bu imkoniyatlardan alohida kuch olib, marrani yanada kattaroq belgilashyapti. Bugun Navro'z bayrami shodiyonalariga hamohang tarzda o'z kasb bayramini nishonlayotgan Buxoroning barcha mahallasidagi fidoyilar esa ko'rsatilgan e'tibor bois yangi O'zbekistonning nurli istiqboli uchun munosib hissa qo'shishga chog'langan desak mubolag'a bo'lmaydi.